Videoni oxirigacha ko'ringlar. Bilan kuzatib boraman. Aka, ikkita shu savol beramiz. Mutaxassissiz nima? Siz gitaristmisiz, dutorchimisiz? Shaxsan mutaxassisman. Samouchkalar bor, o'rgangan, o'zi misol kimdirdan eshitib o'rganganlar bo'lsa, oxiriga chala olmasligi mumkin. Qo'lda ishlab turish mumkin. Xalq xizmatlarida bo'lgan topib yo'q edi. San'atkorni bilasizmi o'zingizda? Qayerga o'qigansiz? Men bu narsani yo'lga qo'ydim deb bemalol aytolmay turib, ularga yaxshi javobini berib qo'yganman. Pulni qoniqtirmayaptimi sizni? Hozir sostav ochib oldingiz. Pul emas deyish xato. Jigarlar, shu savol uchun bir dona like bosib qo'yinglar. Nomerlardan kamida talabga javob beradigan muzikantlarimiz ham bor. Qimmat san'atkor. Qimmat degan joyiga men qo'shilaman. Narx qimmat aytaman doimiy. Men arzonchi bo'lib qolishdan qo'rqaman. 70% dan ziyodini ham jonli o'tkazaman. Mana degan san'atkorlarni misol uchun joyiga o'tkazib, toyini chirib qo'yadigan joy bor. Sanoqli tambur bilan chiqib chaladigan odamlar. Nechta instrument chalasiz aka? Men o'zim tamburchiman, mutaxassis tamburchiman. Uchun javob bera olaman. Butun O'zbekistonga hit bo'ldi bu qo'shiq. No, real hit bo'ldi. O'chirib qo'yinglar. Assalomu alaykum, katta o'g'illar. 2-3 kun oldin men bir post qo'ydim. Shahrimizga eng zo'r san'atkor kim deb Orzumurod aka belgiladilar. Mana Orzumurod aka ofisiga keldim. Orzumurod aka ofisi. Hozir kiramiz, gaplashamiz. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Charchasiz? Aka, to'g'ri kirib kelaverdik. Aka, xabaringiz bormi? 4-5 kun oldin bir post qo'ydim. Shahrimizga yaxshi san'atkor kim deb. Ko'p ovoz siz yerdiz. Bir ikki ovoz savol javob qilamiz, ketamiz. Agar vaqtingiz bo'lsa. Avvalambor assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Katta rahmat e'tibor qilib shu ozroq vaqtingizni ajratganingiz uchun. Rahmat. Sizga ham rahmat. Tashrif buyurganingiz uchun bizdan rahmat. Aka, ikkita shu savol beramiz. Ketamiz. Uncha ko'p vaqtingizni olmaymiz. Rahmat. Jigarlar, videoni oxirigacha ko'ringlar. Yaxshi savollarni beramiz. Hamma savolga javob berasiz aka. Bo'ldi, xo'p. Birinchi savolimiz ketdi aka. Birinchi savolimiz, siz o'zi san'atkorsiz. San'atkorni bilasizmi o'zingizda? Qayerga o'qigansiz? O'zingiz mutaxassissiz nima? Siz gitaristmisiz, dutorchimisiz? Yaxshi savol bo'ldi. Men muxlislaringiz bilan, obunachilaringiz bilan so'rashib o'tsam, assalomu alaykum. Do'stimiz G'olibjonning obunachilari, Katta Qur'on nomeradining kanali. Men sizlarni kuzatib boraman, sizni ham kuzatib boraman. O'sha mana postingizdan keyin kuzatib boraman. Juda ham bir shovqinli post qo'ydingiz, yaxshi bo'ldi. Menga xursand bo'ldim. Obunachilaringiz, meni muxlislarim, shaxsan meni tanlaganlaridan, menga ovoz berganlaridan men xursandman. Rahmatlarimni aytib qolaman. Birinchi savolingizga keladigan bo'lsak, siz gitaristmisiz, dutorchimisiz, rubobchimisiz, tamburchimisiz? Bu juda ham ko'pchilik savol beradi bunaqa deb. Men shaxsan mutaxassisman. Ya'ni o'sha Giler nomidagi respublika ixtisoslashtirilgan musiqa akademik litseyida 9 yil emas, 11 yil o'qigan bolaman. O'sha dutorni ham shuncha chalamiz, rubobini ham shuncha chalamiz. Bitta kuyni bersangiz, misol uchun, samouchkalar bor, o'rgangan, o'zi misol kimdirdan eshitib o'rganganlar bo'lsa, oxiriga chala olmasligi mumkin. Bitta kuyni qo'lda ushlab turish mumkin. Bizlar o'scha kuyni sizga xohlaganingdek qilib chalib bera olamiz. Bu savolingizga to'g'ri javob deb o'ylayman. Xo'p aka, ikkinchi savolimiz, birov temasiga o'tamiz. Siz qayerdan kelib qoldingiz? Toshkentga ijod qilaveruvdingiz, o'qiyveruvdingiz. Katta Qur'on keldingizda shu birov temasini boshladingiz. Endi bilamiz, sizdan oldin birov temasi faqat Shehzod Jalilov. Akamiz birovga chiqaysizlar. Ikkinchi o'ringa siz keldingiz. To'g'ri. Nima sababdan birovga o'tib ketdingiz? Birinchi, ikkinchi o'rin degan narsa yo'q. Ustoz Shehzod Jalilov bizni hurmat qilamiz, lekin u paytda ham Shehzod akam ham misol uchun deylik, o'zining yo'nalishi bor, ustoz san'atkor, men hurmat qilaman juda ham. Gitarada bunaqa yo'q edi. Bu darajada bu gitarani o'shaga misol uchun deylik Katta Qo'rg'onga olib kirib, Katta Qo'rg'onda misol uchun deylik xalq xizmatlarida bo'lgan hofiz yo'q edi. Misol uchun shaxsan men bu narsani yo'lga qo'ydim deb bemalol aytolmayman. Juda ham ko'p qarshiliklar bo'lgan. Qo'y, sen muzikantsan, nima qilasan, unaqa qilib deb ularga yaxshi javobini berib qo'yganmiz. Va birov temamizga o'zimizga yarasha hurmat, obro' orttirdik deb o'ylayman. Va hozirgi kunda ham birovlarimiz juda ham yaxshi bor qilamiz, xizmat qilamiz. Xo'p, birovingiz ko'p. Ammo pulni qoniqtirmayaptimi sizni? Hozir sostav ochib oldingiz. Bo'ldi programma hozir to'yni boshidan oxirigacha o'ryapsiz. Hozir 10-15 ta qo'shiq bo'lsa, 4ta 5 ta qo'shiq aytib chiqib ketasiz. Shu 4ta 5 ta qo'shiqni pul qoniqtirmayaptimi? Hozir sostav bilan ishlayapsiz. Yo'q, gap pul emas deyish xato. Pulda emas deyish xato. Jahongir Otajonov gap borki, nafas olsang ham pul ol deylik. Otamdan ham pul olaman deysiz. Otamdan ham pul olaman deysiz. Bizga unaqa darajada emasku biza. Nima desam bo'ladi? Dijur
ya'ni xizmatga muhim boshidan oxirigacha turish, o'zimni sinab ko'rish deb aytsam bu noto'g'ri bo'ladi. Men Toshkentda ham ko'p dejurlar o'tkazganman. Aka, Kattaqo'rg'onga kelganimdan keyin doimiy hozir Kattaqo'rg'ondaligim uchun ko'p akalarimizdan, ko'p yaqinlarimizdan takliflar tushdi. Ya'ni o'tkaz, bizani to'yimizni boshidan oxirigacha bizga boshqa narsa kerakmas degan joyiga. Misol uchun biza, ya'ni men bitta ish qilsam, doim shu eng zo'rini qilishni xohlayman. Eng yaxshisini qilishni xohlayman o'zim uchun. Bu o'zim uchunligi uchun. Chunki mana hozir Kattaqo'rg'onda aytib o'taman, nomerdan kamanda bizani kalib. Men shaxsan bu narsani aytib o'taman. O'shanga yarasha talabga javob beradigan muzikantlarimiz ham bor. O'shanga talabga javob beradigan hofiz ham bor. Orzudan shaxsan. Gap yo'q aka. Akalar shu savol uchun bir dona like bosib qo'yinglar. Aka savoli zo'ri. Nima siz birovingiz ham qimmat, sostav bilan chiqishingiz ham qimmat. Sabab nimaga? Qolgan san'atkorlar masalan 1 so'm, siz 2 so'm. Sababi? Yo'q, qimmat degan narsa G'olibjon menimcha noto'g'ri. Bizani komandamizni bilgan odamlar, bizani xizmatimizga, repetitsiyalarimizni kelgan odamlar biladi nima uchun qimmat degan. Bizani komandamizni xalqqa ham aytib o'tish kerak. Bu xalqqa ham, balki obunachilarga ham qiziq savol berganingiz uchun men javob beraman, ochiq-oydin. Komandamizga 12 ta odam bor. Bizani komandamiz boshlovchisi ham o'zi bilan. Apparat, misol uchun mana to'yxonalarga Kattaqo'rg'on apparat olib boradi-ku, misol kolonkalar, usilitr, apparat, оборудование, оборот, hamma narsa bizada eng zo'r. Eng zo'ri kim deysiz-ku? O'sha eng zo'ri. Eng zo'risi ham eng zo'ri, deylik, apparatni ham eng zo'ri, tushunasiz? Doirachilarni ham. Doirachilarni ham o'zi yangi doirachilar olib kelyapmiz komanda. Kattaqo'rg'on men Toshkentda ko'p yurgan-ku, Kattaqo'rg'on hozir bizda doirachi 3 talab, 2 talab doirachi olib beramiz. Doira qizdiradi. Boshqa komandalarga ko'p farq qilishimiz kerak biz. Qimmatligimiz ham o'shan. Men hech qachon qo'rqmaganman bu narsalardan. Misol uchun meni mehnatim, men jonli aytaman, aka. Sizni misol uchun G'olibjon tushunasiz bu narsani. Men borib ko'zbo'yamachilik qilib kelib, ular mana 1 so'm, 2 so'm deyapsiz-ku. Agar ular mobod men misol uchun chiqsam, men bor $600 turman misol uchun. $500 men borib tekinga ham chiqib bergan joylarim bor. Bu narsani gapirib o'tishim xato. Misol uchun bizlar niyat qilgan odamlar bo'lsa, shuni ham chiqib bergan joylarim bor. Agar sharoiti bo'lmasa. Bu narsani konkretni qo'yib o'tib keting. Gap yo'q. Nu, demoqchi bo'lgan gapim, komandamizni eng zo'rlar tashkil topgan va eng yaxshilarni biz xalqqa ravo ko'ramiz. Misol bu boshqaga savolga hech qanaqa javobga o'rin yo'q. Hammasi men to'liq javob berib bo'ldim deb o'ylayman. Xo'p. Aka, bo'lsa intervyuni tugatamiz. Sizdan bitta gitarachini zo'r, bitta yaxshi qo'shiqchani eshitamiz. Mayli. Tugatamiz. Akalar, siz qanday fikrdasiz? Yozib qoldiringlar. Agarda shu intervyu sizlarga yana qiziq bo'lsa, aka ikkinchi intervyu olsak bo'ladimi? Bo'ladi. Shu to'y jarayon, xizmat jarayonlarini yoritsak. Bo'ladi. Keyin mana shu kommentariyalarda ham yoziladi. Misol uchun yozilgan joylari bo'lsa, misol uchun kim agar Kattaqo'rg'onda, kim misol uchun men shu narsani aytib o'taman. Bizlar bilan misol qiziqadigan, havas bilan odam ko'karadi, kelib repetitsiya jarayonlarimizga o'tsa bo'ladi. U hofizlarga ham tegishli, san'at ahliga ham, muzikantlarga ham tegishli, hammasi tegishli. Bemalol kelsa, bizning komandamizdagi jarayonlarni kuzatsa bo'ladi. Misol kelgan odam qanaqadir ta'lim olib keta oladimi? Shunga kafolat bera olasizmi? Shu shuncha vaqt sarflab kelyapti. Ta'lim olib ketishini bilmadimki, yangilik olib chiqib keta oladi. Ta'lim olib ketishini bilmadim. Ta'limni maktabda ham olmagan bo'lishi mumkin-da, shuncha ustozlardan. Buni yangilik olib chiqib. Jaydarchi savol beryapman aka. Yangilik olib chiqib, yangilik deganda, misol uchun, men bu narsani qilmasdim-ku, bu narsani borib qilsam yaxshi bo'ladi degan. Chunki ko'p yangilikni bizga chiqarib berdik deb o'ylayman. 100%. Bo'ldi aka, savollar tugadi. Rahmat. Endi qaysi qo'shiqni hozir jonlidan bo'ladi? Men bitta sizga ta'mir bilan shu qo'shiqni ham chalib beraman, keyin sato bilan misol uchun gitara bilan ham aytib beraman. Hozir qisqacha qo'yib yuborasiz. Bu narsa qo'shig'imni aytishimni sizning obunachilaringiz, bir kuplet. Sizning obunachilaringiz, meni obunachilarim o'zim kuzatib boragan, meni 100% jonli ijro aytishimni hammasi biladi bu narsa. Ularga qiziqman, ularga faqat savol javoblar qiziq. Men aytishimni pulini berib ham chaqirib ashula aytib olaman. Конечно. Bo'lsa, davay. Tambur, sato beradi. Men bu instrumentni O'zbekiston maromiga yetkazib 10-15 ta zo'r odam chaladi. Aholi qidirib biz ham chalamiz. Bo'ldi aka. Tozadan tanilmaganmiz. Sizga hozir Laylo qo'shig'ini aytib beraman, ham sastoda, ham gitarada.
balki o'chgan edim yodingdan. Shirin xayolingni buzdimmi? Laylo, Laylo, seni yoningdayay, birdan ko'rmoqchi edim o'zim. O da gitaradan dönemeyin. Balki o'chgan edim yodingdan. Shirin xayolingni buzdimmi? Laylo, Laylo, seni yoningdayay, birdan ko'rmoqchi edim o'zim. Laylo, Laylo, seni yoningdayay, birdan ko'rmoqchi edim o'zim. Aka katta rahmat. Sog' bo'lasiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Obunachilarimizga omad, o'zizga ham omad. Mayli aka. Jigarlar sog' bo'linglar.